murojaat qilishdan maqsad ichki ishlardan, YPX xodimlardan to'ydim, bularni o'yinidan to'ydim. Yashagim kelmayapti, hayotda yashagim kelmayapti. Menga O'zbekiston fuqaroligi kerak emas. Ya'ni men oilam bilan qat'iyan qaror qildim. Men onam, ikkita ukam O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmoqchimiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Sirojiddin Media kanali. Do'stlar, men hozirgina Farg'onalik bloger Sunnatulla Qamchiyev bilan gaplashdim. Bir videosini ko'rib qolgandim. Unga hozir Farg'ona shahar ichki ishlar tomonidan bosim bo'layotganini aytyapti. Keringlar hozir o'zi chiqargan kanaldan chiqargan videosidan ozgina lavha ko'raylik va sizlarga keyin gap nimadaligini tushuntirib beraman. Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men murojaat qilmoqchiman. Bu murojaatim prezidentga. Men Qamchiyev Sunnatullo Bunyodbek o'g'li, ya'ni Farg'ona viloyat Farg'ona shahrida yashovchi ijtimoiy tarmoq faoliman, ya'ni YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat olib boraman. Bu murojaat qilishdan maqsad ichki ishlardan, YPX xodimlardan to'ydim, bularni o'yinidan to'ydim. Yashagim kelmayapti, hayotda yashagim kelmayapti. Menga O'zbekiston fuqaroligi kerak emas. Ya'ni men oilam bilan qat'iyan qaror qildim. Men onam, ikkita ukam O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmoqchimiz. Eshityapsizlar, bloger o'sha kamchiliklarni ko'rsatayotgan Farg'ona shaharligi bloger Sunnatullo shunaqa deb chiqyapti. Biz endi O'zbekiston fuqaroligidan kechmoqchiman. To'yib ketdim ichki ishlar, YPX xodimlaridan deyapti. Bunga sabab nima? Bunga sabab unga katta ta'ziqlar bo'lyapti deb aytyapti. Keringlar yana ozgina ko'raylik. O'zbekiston davlatida tug'ilganimda pushaymonman. Mingdan ming pushaymonman. Bu davlatga tug'ilganimdan pushaymonman. Tug'ilmasam bo'lar ekan mana shu davlatda. Zerikdim. Xolasa udiga ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirib, nimaga bunaqa video chiqartirgansan deb soatlab olib o'tirishadi. Xolasa atga chaqirtirishadi, xolasa batga chaqirtirishadi, soatlab bosim ta'ziq o'tkazib ushlab olib o'tirishadi. Yaqinda bitta holat bo'yicha ichki ishlar xodimi, ya'ni Farg'ona shahar Mashal MF uchastkovoyi Zohidjon ismli xodim onam chaqirib, "Polis ariza qilib berish kerak." Xullas kalon, bu yog'ida men aytib beraman. Demak, bu yigit haqiqatdan ham qoidabuzarlik qilgan boshida. O'sha avtomobil haydagan, o'sha haydovchilik guvohnomasi bo'lmasdan va u yerda mumkin emas, to'g'ri. Uni sababini aytishicha, onamga srochniy o'sha yurak dori kelib qoldi, dori kerak bo'lib qoldi, insulin, o'shanga aptekaga haydab chiqqandim va u yerda xuddi meni orqamdan quvlab kelgandek quvlab kelishdi va ushlab meni mashinani jarima maydoniga tiqib, o'sha jarima qo'llashdi deb aytdi. Endi shu bilan ish yopilib ketadimi desa, undan keyin mana aldab chaqirib, unga yana jinoyat kodeksining 183 bilan 194-moddasini qo'yib, bir necha kun o'tgandan keyin buni 15 sutkaga yana qamashmoqchi bo'lgan. Va yaxshi Farg'ona shahar sudyasi Kamoliddin Rahimov adashmasam, bunga yo'l qo'ymagan. Haqiqatdan ham vijdonli sudya ekan, uni otasiga rahmat. Ko'rib buni rad etgan, bu bolani qamamagan. Bu o'sha narsalarni men boshqa sudyalardan ham so'rab qolgan bo'lardim. Nima delo olib chiqsa, bu bolani aytishi bo'yicha hozir o'sha 15 sutkaga mo'ljallab hamma yo'q dokumentlarni tayyorlab qo'yishgan. Go'yoki bu bola jamoat tartibini buzgan, ichki ishlar xodimlari qonuniy talablariga bo'ysunmagan degandek qilib olib chiqishgan. Yaxshi sudya ko'rib bu narsani rad etgan. Yana bir marta shu sudyaga
yaxshi insofli o'sha adolatli qaror chiqargani uchun rahmat aytamiz. Lekin ko'p holatlarda ayniqsa blogerlarga nisbatan va oddiy insonlarga nisbatan ichki ishlar o'sha uchastkovoylar nima materiallar qo'zg'asa shu narsalar o'tib ketyapti. Va hozirgi shu bola ko'ryapsizlar, eshityapsizlar, O'zbekiston fuqaroligidan voz kechaman deyapti. Hattoki qo'llarini ham kesib olgan ekan. Endi hozir rasmlarni ko'rsata olmaymiz. Bu bola o'sha ko'p kamchiliklarni olib chiqib yurgan va mana endi boshiga balolar yog'dirilyapti deb mana aytyapti. O'zimizga gaplashganimizda ham nima qilishni bilmay qoldim. Biz hattoki o'sha ariza ham yozdik O'zbekiston Respublikasining fuqaroligidan voz kechishga. Bu nima degani endi bu? Bu nima degani? Endi hamma xodimlar unaqa emas. Biz so'rab qolgan bo'lardik. Farg'ona shahar prokuraturasi va Farg'ona viloyati prokuraturasidan Sunnatulla ishi bo'yicha bir tekshiruv o'tkazib, o'sha ichki ishlar xodimlariga xizmat tekshiruvini o'tashlarini so'rab qolgan bo'lardik. Sababi bunaqa bo'lishi kerak emas. Nima endi qonun bor. Bu prezidentimiz o'zi aytib turibdi. Biz shundan ruhlanib, mana Sunnatulla ham shundan ruhlanib, o'sha tanqidiy materiallar qilyapti yoki bo'lmasa kimgadir tanqidiy materiallar yolg'on axborot tarqatish bo'lsa, пожалуйста, agar yolg'on axborot tarqatayotgan bo'lsa, shunga chora ko'ringlar. Sizlar boshqachasiga aylantirmasdan. Biza mana Toshkent shahrida yashayman. O'zim hech qanaqa uchastkoylarimiz bilan aql-inoq kelishib, gaplashib, qonun doirasidan chiqmagan holda ishlaymiz. Ko'p tumanlarda, o'sha viloyat tumanlarda mana shunaqa ishlar bo'lyapti-da. Blogerlarga bosim juda ham qattiq bo'lyapti. Hali bu bolani bilmadim endi, hozirgacha qo'rqyapti. Ertaga meni bir narsada ayblab, qamab yuborishi mumkin aka deb menga ham qo'ng'iroq qildi. Endi biz nima qila olamiz? Borib kimnidir jazolay olmaymiz. Bizning vakolatimiz yo'q. Bu bunaqa vakolat agarda haqiqatan ham Farg'ona shahari uchastkovoyi noqonuniy harakat qilgan bo'lsa, unga chora ko'rish kerak. Va bu bola hali ham qo'rqinchda qo'rqib yuribdi. O'zi qanchadan qancha fuqarolarimiz mana shunaqa ba'zi bir xodimlarni deb yo oylik kamligidan yoki bo'lmasa haqiqat bo'lmaganidan chet elga chiqib ketyapti. Bunaqada O'zbekistonda odam qolmaydi-yu, agar bunaqa ketaverishda bo'ladigan bo'lsa. Bunaqa bosim, bunaqa zulm o'tkazmasligi kerak. Har xil bahonalarni qilib, mana shunaqa ishlar bo'lyapti ekan. To'g'ri, o'zini ham boshida aybi bo'lmagan, lekin uni jazosi bor, aniq ko'rsatilgan. O'sha mashinani haydovchilik guvohnomasi haydagan bo'lsa, uni o'ziga yarasha ma'muriy javobgarlik bor bo'ldi. Endi buning bo'yniga yana bo'ysunmaslik, jamoat tartibini buzib qo'yish bu menimcha yaxshi ish emas. U dejurniy modda bo'lgan, bu narsalar ko'p joyda ko'ramiz. Ko'pchilikni mana shunaqa qilib 15 sutkaga qamab olishadi-da, keyin sekin borib olib обработка qilishadi. Xohlagani kirib, o'sha g'ayrat do'stlikka o'xshab обработка qilishadi. Unisi keladi yoniga, bunisi keladi yoniga, tushuntirish ishlari olib boriladi. Yaqinda mana Davronbekga ham qamashgandi, xalq gapirsin kanalni. Uni sudlab, ma'muriy javobgarlik tortib, 15 sutka nima qilib, vobshe u blogeri ham to'g'risini aytsam, hafsalasini pir qilib, hali o'rischa aytadigan bo'lsa, duxiga o'tirg'izib qo'yishgan deyarli. Men o'zim ham gaplashdim. Nima qilishsin endi blogerlar? Qimor o'ynab yursinmi? Ani kartada qimor o'ynab yurish blogerlar. Bilmadim, ularga chora ko'rilmayapti menimcha. Yoki hali jinnicha narsalar qilib yuribdi, hech kimga foydasi yo'q. Razvlikatchilni ba'zi bir narsalar. Mayli, endi u ham o'z yo'liga qilishsin. Lekin haqiqiy o'sha odamlarga foydasi tegadigan, kamchiliklarni ko'rsatadigan blogerlar mana shu ahvolga tushib qolishyapti. Shuncha yana bir so'raymiz. Farg'ona shahar
Ichki ishlar bo'limi va Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidan prokuraturasidan so'raymiz. Bloger ukamizni himoya qilinglar qonun doirasida. Bo'lmasa mana odamlarda nabarot yomon kayfiyatlar bo'lishi mumkin. E'tiborli uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.